Bugun bizga ko'p beriladigan savollardan biriga javob berishga harakat qilaman. Bizga ko'pincha beriladigan savollar nimaga sizlarning narxlari qimmat? Oddiy misol tariqasida mana shu spanlarimiz bir kishiliklarni biz 1 milliondan 1,5 million so'mgacha qilib beramiz. Lekin bizga klientlarga berayotgan savoli bozorga 650 ming so'm, 700 ming so'mga ham spanlar bu nimaga sizlarga bir barobar qimmat? Xuddi shu savolning javobi mana ko'rishlaringiz mumkin. Hozir bizga bitta klientimiz olib keldilar, spanlarni gubkalari cho'kib qolganida alishtirib bering dedilar. Gubkani butun joyi bormi? Hammasi ad-hoc musor gubkalardan qilingan. Ustiga ishlatilgan materiallarni ham ko'rishlaringiz mumkin. Eng arzon tuftoyi materiallardan qilingan. Bunaqa material ishlatgandan keyin, bunaqa gubka ishlatilgandan keyin любой narsa ham sifatsiz arzon bo'ladi. Hozir buni gubkalarni biz ana bunaqa yaxshi, qalin gubkaga alishtirib beramiz. Materiallarni ham moyishsiga alishtirib beramiz. Buni yuvsa bo'ladi. Sizlar ham 700 ming so'mga arzon spanni olib yana bir marta xarajat qilishni xohlamasalaringiz, bemalol bizning o'zimizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Shuni esdan chiqarmanglar, sifatli narsa hech qachon arzon bo'lmaydi. Hammaga rahmat, sizlar bilan Mebel Sarvar.